shu kuni bir insonni qiynab o'ldirishgan. Sen bo'lsa, uni muhabbat kuni deb ataysan. 14-fevral. Bu kun gullar, otkritkalar yoki yurakchalar haqida emas. 3-asr. Qadimgi Rimda nikohlar taqiqlangan edi. Chunki uylangan erkaklar urushda yomonroq jang qilishgan. Oxirigacha borishmagan. Oila askarlarni zaiflashtirardi. Muhabbat davlatga tahdid deb hisoblangan. Shu sababli to'ylar qonuniy kuchini yo'qotgan edi. Qo'lga tushganlarni qamoq va o'lim kutardi. Valentin ismli bir ruhoniy bor edi. U yashirincha nikoh o'qir edi. Kechalari yerto'lalarda, xuddi jinoyatchidek. Uni tutib olishdi, zanjirlashdi, kantaklab ruhiy tomondan sindirishga urinishdi. Undan voz kechishni talab qilishdi. Lekin u o'z so'zida qat'iy turdi. Qamoqda u bir qizga oxirgi maktubini yozdi va tagiga "Sening Valentiningdan" deb imzo chekdi. Tongda uni maydonga olib chiqishdi va boshini tanasidan judo qilishdi. 14-fevralda aslida mana nimalar sodir bo'lgan. Uchrashuv va bo'salardan emas, balki qondan boshlangan kun.